Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun sizlar bilan bir qiziq ma'lumotni bo'lishmoqchiman. Ya'ni iPhone sotib olganda nimalarga e'tibor berish kerak, nimalarga qarab olish kerak, o'shani obzor qilaman bir. Qo'limda 13 Pro Max telefon, shu telefonda ko'rsatmoqchiman hozir. Demak, nimalarga qarashimiz kerak? Telefon olmoqchisiz, magazinga kirdingiz, qatiga qarab, nimasiga qarab tekshirib olishingiz kerak. Buni bilish uchun hozir videoni oxirigacha ko'ring, xudo xolasa o'rganib olasiz. Demak, настройкаga kiramiz. Настройкада основные degan joyga kiramiz. Об этом устройстве deganga kiramiz. Bu yerda mana tepada versiyasi yozilgan, 26.2 turibdi, nomi, nomer model degan joyga e'tibor berasizlar. M harfi bilan boshlansa, bu telefon ochilmagan, yaxshi degani, usta ko'rmagan telefon degani. Oxiridagi 3 ta harfi bu qaysi region uchun ishlab chiqarilganini ko'rsatadi, yoziladi. Bu LLA bo'lsa bu Amerika. Boshqa davlat bo'lsa yana boshqacha yoziladi. Xo'sh, keyin pastroq tushsangiz, bu yerda yo'mkost pamyati degan joyda telefon xotirasi qanchalik ko'rinib turadi. Xotirasi iloji bo'lsa kattarog'ini olaveringlar. Xotira katta bo'lsa yaxshiroq, ko'proq narsa ketadi. Shuning uchun uzoqroqni mo'ljallab, yaxshirog'ini tanlayverasizlar. Xo'sh, keyingi ko'rsatsa bo'ladigan narsamiz, qaraydigan narsamiz bu tepadan tushirasiz va yarkistni ko'tarib tushiradigan joyi bor. O'shanga ustiga bosib tursangiz, mana bunaqa joyga kiradi. Bu yerda mana pastda 3 ta dumaloq turibdi. O'sha 3 ta turish kerak. To'retoni yoqilgan, mana ko'rib turibmiz bunda, ekran almashmagan. Agar ekran almashsa, mana shu funksiya yo'q bo'lib qoladi. Buni o'rnida pastda 2 ta dumaloq turadi. Bo'lmadi, to'retoni yo'q bo'ladi. Ekran almashgani shu yerdan bilsangiz ham bo'ladi. Keyin telefonni tashqi holatiga ham qaraysiz. Past tomonida, mana kolonkasining oldida 2 ta zaryadga tiqadigan joyning oldida 2 ta tarafida boltchasi bor, kichkina. Agar telefon ochilgan bo'lsa, o'sha boltchasi buralgani bilinib qoladi. Atverka tiqib buralsa, kraskalari sal aniq qilib bilinib qoladi. O'shanisiga ham e'tibor berasizlar. Ochilmagan telefon deb aytishsa, o'shanisiga qarab, rostdan ochilmaganmi, shunisiga qarab olasizlar. Keyingi ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa bu raqam teradigan joyga kiramiz. Bosib turibdi, ekran chekkasidan yurgizasiz. Agar titillashda pamix bo'lib qoladigan bo'lsa, demak nimadir nito bo'ladi. Telefonda ekran chekkalari yegan bo'lishi mumkin. Ko'rib turibmiz, yaxshi. Uzilmayapti. O'shanga ham e'tibor berasizlar. iCloudga tushmaganmi, o'sha narsalarni so'rab ko'rib olishingiz kerak bo'ladi. Face ID'si ishlaydimi, yo'qmi? Ya'ni Face ID bu yuzga ochadimi, yo'qmi? Bir xil iPhone'larda Face ID'si ishlamay qoladi. Telefon yerga tushib ketsa, ichida buni kichkina sim bo'ladi. O'sha yerga tushganda simchasi uzilib qolsa, Face ID yuzga ochmaydigan bo'lib qoladi. O'shalar ishlaydimi, yo'qmi so'rab, keyin olinglar iPhone iloji bo'lsa. 26-yilda nima iPhone tavsiya qilasiz desa, iPhone 13 Pro Max'lar oxirgi variant bo'lib turibdi, menimcha. 15 Pro Max ham yaxshi chiqqan deydi. Undan kichkina iPhone'larning batareykasi tez tugab qoladi, o'sha tarafi bor. Byudjetniy variantni ishlatishga qulay, katta xohlasanglar, shu 13 Pro Max'lar yaxshi chiqqan. O'zim ham o'shandan ishlataman. Bu reklama emas, bu shunchaki tavsiya. Iloji bo'lsa ochilmagan yo'mkosti balandrog'ini topib ishlatsanglar, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Do'stlar, ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yinglar, podpiska bo'lib qo'yinglar, qiziq ma'lumotlar chiqib turadi. Yana ko'rishguncha, xayr.